So'nggi yillarda viloyatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda Xorazmda eksport yo'nalishida yangi bozorlar ochilmoqda. Investitsion muhit yaxshilanish natijasida viloyatga investorlarning qiziqishi ham oshib boryapti. Urganch tumanida 2025-yilda 8 ta korxonalar hisobiga 114 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan bo'lib, 2026-yilda ushbu ko'rsatkichni 148 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Misollarga yuzlansak, Urganch tumanida Janubiy Koreyaning Green Hammer kompaniyasi tomonidan 292 ming tonna chiqindini qayta ishlash va yoqish orqali elektr energiya ishlab chiqarish loyihasi amalga oshiriladi. Natijada joriy yilda 510 million dollarlik mahsulotlar eksport amalga oshirilishi va o'tgan yilga nisbatan 1,3 barobarga o'sish ta'minlanishi rejalashtirilgan. Urganch tumanida 2025-yilda umumiy qiymati 429 milliard so'mlik bo'lgan 36 ta loyihalar ishga tushirilib, 1480 ta ish o'rinlari yaratildi. 19 ta sanoat loyihalari ishga tushirilib, sanoat loyihalari evaziga eksport hajmi oshirildi. Shuningdek, Urganch tumanida 2025-yilda 114 million dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb qilinib, yangi korxonalarimiz ishga tushirilishiga erishildi. 2026-yilda 780 milliard so'mlik loyihalarni ishga tushirilish hamda 1600 ga yaqin ish o'rinlari yaratilish rejalashtirganmiz. Koreyaning Green Hammer kompaniyasi tomonidan chiqindini qayta ishlash orqali energiya olish loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda bu loyiha bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Loyiha qiymati 100 million dollar bo'lib, yaratiladigan ish o'rni 230 dan ortiq bo'ladi. Tumanimizda Urganch Avtomotors mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan elektromobillar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda Xitoyning Yudokar kompaniyasi tomonidan loyihalash ishlari olib borilmoqda. Buning natijasida tumanimizga 80 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi. Albatta, mazkur yo'nalishdagi ishlar shu bilan to'xtab qolayotgani yo'q. Mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozorlardagi talabi va eksport geografiyasi 10 ta yangi davlatga kengaytirilib, jami 40 ta davlatga yetkazildi. Aynan yo'nalishdagi mazkur tekstil korxona faoliyati ham fikrimizga yaqqol misol. Yangi bozor va Urganch tumanlaridagi tekstil korxonalar faoliyati uchun 7 million dollar investitsiya yo'naltirilgan. Biz hozir so'z etmoqchi bo'lgan tekstil korxonamiz 2023-yilda Yangi bozor tumanida faoliyat boshlagan bo'lsa, mana shu filial bo'lsa, Urganch tumanidagi ikkinchi bo'lim. Ikkita korxonaning o'zida 200 nafar aholi vakillari ish bilan band. E'tiborli tomoni 100% bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar jahon bozoriga yo'l olmoqda. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda hozirda juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Aynan eksportga yo'naltirish bo'yicha, masalan, eksportni rivojlantirish kompaniyasi juda katta yordam bermoqda. Tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlardan qanchalik foydalanyapsizlar? Hozirgi davrda hurmatli prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon va qarorlardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yganmiz. Masalan, bundan oxirgi chiqqan, masalan, prezident qarorini oladigan bo'lsa, 290-qaror bo'yicha tadbirkorlarga juda katta imkoniyat va imtiyozlar berildi. Masalan, ijtimoiy soliq stavkasini 12% dan 1% ga tushirilishi, bu soliq yig'imlaridan vaqtida to'lanishi va ishchilarni 100% rasmiy ravishda ishga olishini ta'minlashga yordam berdi. Masalan, 229-prezident farmonini oladigan bo'lsak, u bo'yicha tadbirkorlarga katta imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, ishchi xodimlar sonining 20% dan ortiqrog'ini ijtimoiy himoyadagilar tashkil qiladigan bo'lsa, bunda foyda solig'ini 15% stavkada emas, 2% stavkada to'lash imkoniyati yaratilgan. Bu tadbirkorga o'z mablag'larini tejash, ortgan mablag'larini qaytadan ishlab chiqarishga yo'naltirish imkoniyatini beradi. Mamlakatimizda xomashyoni chuqur qayta ishlab, qo'shilgan qiymat yaratishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, agrosanoatda klasterlar tomonidan zamonaviy korxonalar qurilib, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish kengaymoqda. Korxonada ishlab chiqarilayotgan kiyim-kechaklar Rossiya, Ozarbayjon, Turkiya bozorlarini egallamoqda. Tekstil korxonalar faoliyati mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi, eksport salohiyati oshadi va mahalliy xomashyodan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Shu bois tekstil sohasi iqtisodiy rivojlanishning strategik tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda.
Aynan bugungi kunda mana shu imtiyozlardan foydalangan holda korxonaning ishlab chiqarish quvvati qanchalik bo'lib oshib boryapti? Bu imkoniyatlardan foydalangan holda, masalan, o'tgan yillari 200 ming tayyor trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqargan bo'lsak, 2025-yil davomida 600 mingtaga yetkazishga muvaffaq bo'ldik. Bu hammasi davlatimiz tomonidan yaratilayotgan tadbirkorlar uchun imkoniyatni samarasi deb bilaman. Bojxona rejimidan o'tkazish tadbirkorlar uchun og'ir vaziyat hisoblanadi. Sababi ko'p joydan hujjat to'g'rilashga to'g'ri keladi. Hozir bojxona rejimida 3 qadam programmasi yaratilingan. Bunda tadbirkorning vaqti va mablag'i tejalishiga imkoniyat yaratib bermoqda. Aynan mana shu korxona faoliyatini yanada rivojlantirish borasida kelgusida rejalashtirilayotgan maqsadlar qanday? Biz klaster tashkillashtirishni reja qilganmiz. Klaster 5 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda to paxtani ekib yetishtirishdan tortib, to tayyor mahsulot bo'lguncha u orasida tola qilinadi, undan gazlama, mato qilinadi, bo'yash xizmati bo'ladi. Ishlab chiqarishni kompleks qilish niyatimiz bor. Natijasida ishchi xodimlar sonini 1,5 baravarga oshirishni maqsad qilganmiz. Kelajakda xudo xolasa Yevropa davlatlariga eksport qilishni rejalashtirganmiz. Jahon bozoriga chiqishning ham o'ziga yarasha mashaqqatli tomonlari bor. Bunda asosiy e'tibor qaratiladigan jihat sifat ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi. Aynan shu maqsadni ko'zlab matoni kesishdan tortib yakuniy bosqichgacha eng so'nggi texnologiyalar asosida jarayonlar amalga oshiriladi. Asosiysi bugungi kunda korxonada yaratilayotgan sharoitlardan oqilona foydalanib, ko'pgina ishsiz ayollar tikish bo'yicha sirlarini puxta egallagan holda bandligi ta'minlanishiga erishilmoqda. Korxonamiz ochilganidan biz juda ham xursandmiz. Bizning ishlab chiqib turgan futbolkalarimiz eksport bo'lib hammalarga yetib turganidan juda ham xursandmiz. Ishli bo'ldik. Undan biz ishsiz edik. Hozir ishlarimiz hammasi yaxshi. Biz xursandmiz bundan. İşli bo'lganimizdan hamma sharoitlari yaxshi. Yeng tikaman. Bir kunda 700-800 yeng tikaman. Oylik maoshlarimiz ham juda ham yaxshi. Chekli ko'p tiksak 20% oyligimizga qo'shib beriladi. Mazkur tekstil korxona faoliyati sanoatni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va milliy mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqish yo'lida munosib hissa bo'lib qo'shilmoqda. Korxonada qadoqlash masteri bo'lib ishlayman. Bir nafar qiz faoliyat ko'rsatadi. Bizlar qizlarimizni birisi masalan kuniga 1,5 ta qadoqlaydi. Mahsulotlarimiz jahon bozorlariga, chet davlatlarga chiqadi. Sifat nazoratidan keyin bizning qo'limizga yetib keladi. Keyin bizning qo'limizga yetib kelgandan keyin mana taxlanish jarayonidan o'tadi. Taxlanish jarayonidan o'tgandan keyin mana bunaqa qartalar qistilinadi, ustiga stikerlar yopishtirilib, paketga solinib olsun keyingi jarayonga o'tkaziladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorliq ostida buni korobkalarga solib chet elga yuboramiz. Har bitta korxona faoliyat boshlashi bu viloyat iqtisodiyotiga qo'shilayotgan muhim ulush desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayni paytda biz Al-Xorazmiy shaharchasida faoliyat boshlayotgan oila eshik romlari ishlab chiqarish korxonasidamiz. Guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana shu korxona faoliyat boshlagandan keyin bu yerda 100 nafarga yaqin ishchi o'rni ham yaratilgan. Xorazm viloyatida toplangan oyna ishlab chiqarish oldin bitta edi. Bizning korxona faoliyatini boshlagandan keyin bu 2 taga ko'paydi. Bizning kunlik toplangan ishlab chiqarish quvvatimiz 600 metr kvadratga teng. Xorazm viloyatida biz imzo rom va eshiklarini kuniga 150-200 kvadrat ishlab chiqara olish quvvatiga egamiz. Hozirda biz faqat ichki bozor bilan ishlayapmiz. 2026-yil yakuniga qadar Turkmaniston va Qozog'iston bilan eksport amalga oshirishni ham rejamizga kiritganmiz. Imzo rom va eshiklari boshqa eshiklardan nimasi bilan farq qiladi? Bu o'zining sifati, kafolati bilan boshqa romlardan farq qiladi. Korxonamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqariladi. Shuning hisobiga bizda 2026-yil yakuniga qadar jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari oshyapti.
Korxonaning umumiy investitsiya qiymati 5,2 million dollarga teng. Shundan 1 million dollari imtiyozli kredit mablag'lari hisobiga bugungi kunda qurilish sohasida zamonaviy va mustahkam mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ana shunday ehtiyojlarni qondirish maqsadida faoliyat yuritayotgan toblangan oynadan eshik va deraza romlari ishlab chiqaradigan korxona o'zining mahsulotlari bilan jahon bozorida ham e'tibor qozonmoqda. Korxonada oyna xom ashyosidan qayta ishlash, uni toblash, kesish va yig'ish jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan zamonaviy uskunalar orqali amalga oshiriladi. Toblangan oyna mahsulotlari oddiy oynaga nisbatan mustahkam, xavfsiz va uzoq muddat xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Bu esa binolarda energiya tejamkorligini ta'minlash, shovqinni kamaytirish hamda tashqi ta'sirlarga chidamlilikni oshirishga xizmat qiladi. Korxonamiz oktyabr oyida ochildi. Bundan juda ham xursand bo'ldik. Ish faoliyatimizni boshladik. Yaxshi daromad olib turibmiz. Mahallamizdagi ko'pchiliklar shu yerda ishlayapti hozir. Birgalikda ish olib boryapmiz. Mana shu yerdan kesilgan oynalar kirib keladi, pishgan oynalar. Mana shuni ichine butilka qilib beramiz, chita yopishtirib. Bizdan press bo'lib chiqadi. Ish jarayonlarimiz qiyin emas, juda ham oson. Hammasi texnologiya yaxshi. Asosiysi oilamizga yordam berib turibmiz. Daromadi yomon emas, yaxshi. Korxona assortimentida turli dizayn va o'lchamdagi eshik hamda deraza romlari mavjud bo'lib, ular zamonaviy uy-joylar, ma'muriy binolar va ishlab chiqarish inshootlarida keng qo'llanilmoqda. Mijozlar talabiga ko'ra individual buyurtmalar ham qabul qilinib, qisqa muddatlarda tayyor mahsulot yetkazib beriladi. Ayni paytda korxonada mahalliy aholi ish bilan ta'minlanib, yoshlar va xotin-qizlar bandligi oshishiga hissa qo'shilmoqda. Xodimlar uchun yaratilayotgan xavfsiz mehnat sharoiti va doimiy malaka oshirish tizimi ish sifati va samaradorligini ta'minlamoqda. Oyna kesish bo'limida operator bo'lib ishlayman. Bu oyna kesish bo'limimiz bir kunda 1000 kvadratgacha kesa oladi. Bu oynadan keyin charxga o'tib, charxdan keyin oyna tablashga o'tadi. Oyna tablashdan keyin stakla paketga o'tadi. Fabrikamiz eng yaxshi zamonaviy stanoklar bilan jihozlangan. Ishchilarimiz qiyinchilik tug'dirmaydi. Hammasi stanok orqali kesiladi, ishlanadi, toblanadi. Oldin kichkina bir sexlarda ishlardim. Hozir katta zavodda faoliyatimdan xursandman. Qisqacha aytganda, mazkur korxona qurilish sanoatida sifat, ishonch va zamonaviy yondashuvlar ramziga aylanib, mahalliy bozorni raqobatbardosh mahsulotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Navbatdagi korxona ham qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Hozir so'z yuritmoqchi bo'lgan korxonada o'zimizni mahalliy mahsulotlar qayta ishlanishi orqali qurilish materiallari ishlab chiqarilmoqda. E'tiborli tomoni, mana shu qurilish mahsulotlarining 90 tasi shu yerda ishlab chiqariladi va uning 20 turdan ortig'i xorijiy bozorga ham eksport amalga oshirilmoqda. Mana shu korxonaning ishga tushirilishi natijasida 40 nafarga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Qurilish mahsulotlari ishlab chiqarayotgan mazkur korxonaning o'tgan yildagi ishlab chiqarish hajmi 9,8 milliard so'mni tashkil qilgan. Shundan 328 ming dollarlik mahsulotlar eksport qilinishiga erishilgan. Joriy yilda bu raqamni 1 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. E'tiborli jihati shundaki, ilgari xorijdan olib kelingan ayrim qurilish materiallari endilikda ushbu korxonada mahalliy shart-sharoitlarga mos holda ishlab chiqarilmoqda. Natijada valyuta tejalishi ta'minlanib, ichki bozorda raqobatbardosh muhit yanada kuchaymoqda. Korxona faoliyati doirasida yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lib, mahalliy aholi, ayniqsa yoshlar bandligi ta'minlanmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik talablarga qat'iy rioya qilinib, energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilgan. Polisim korxonada muhandis o'rnida ishchiman. Bizning bitta mahsulot olish uchun mel, gips, keyin ohak, ximikat mahsulotlari o'lchamida qo'shilib, qurilish materiallar ishlab chiqarilamiz. Hozirda bizda 30-35 ta ishchi bor. Ishchilar uchun hamma sharoit yaratilgan. Shu yerda hunar o'rgandim, kelajakda men ham shunaqa korxona ochmoqchiman.
Mazkur korxona import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiyotni mustahkamlash, qurilish sohasini barqaror rivojlantirish va milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Yangiariq tumanining Qarmish qishlog'ida $1 million loyiha asosida mazkur korxona ish boshlagan. Ishlab chiqarish quvvati kunlik 15 ming tonna tayyor mahsulotga teng. Yaponiya va Germaniyadan olib kelingan dastgohlar asosida gigiyenik sovun va yuvish vositalari ishlab chiqarilmoqda. Bu ko'rsatkichlarda tadbirkor davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlardan oqilona foydalangan holda erishganligini alohida ta'kidlaydi. Men 2017-yilgacha chet davlatda ishlab kelganman. Prezidentimizni chaqirig'iga asosan O'zbekistonga kelib, mana shu ishlarni qildik. Davlatimiz tomonidan yaratib berilgan imtiyozlardan unumli foydalangan holda imtiyozli kreditlarni olib turib, mana yuvish va yuvinish vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunga kelib korxonamizda 23 ta ish o'rni yaratilgan va mahalliylashtirish darajasi 90% ga yetgan 18 turdan ziyod mahsulotlarni hozirgi kunda ishlab chiqarib va mahalliy bozorlarga yetkazib beryapmiz. Qo'shni davlatlardan kelgan tadbirkorlar bilan uchrashdik va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha bir qator kelishuvlarga erishildi. Hozirgi kunda korxonamizdan chiqarib turgan mahsulotlarni shu chet davlatlardan va qo'shni davlatlarda loyihalab turibmiz. Qo'shma korxonalarni ochish arafasindamiz. Pokiston davlati bilan va Turkmaniston davlati bilan amalga oshirilayotgan loyihalarimiz va Afg'oniston davlatlari bilan hozirgi kunda qo'shma zavodlar, qo'shma sexlarni ochish ustida ish olib boryapmiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar o'z o'rnida aytib o'tish kerak. Chekka hududda shunday zavod barpo qildik. Yil yakunigacha 100 tacha ishchi o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini ko'rib chiqyapmiz. Klasterlar faoliyatining yo'lga qo'yilishi bu tadbirkorlar uchun ham qator imtiyoz va qulayliklar yaratmoqda deb mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Misol uchun oldinlari faqat paxta dalali maydonlarida paxta terilgan bo'lsa, bugun uni qayta ishlash, ikkala va tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarni kuzatishimiz mumkin. Aynan Yangiariq tumanidagi mana shu korxona ham ana shunday faoliyatni amalga oshirmoqda. Bugungi kunda umuman olganda bugun tadbirkorlar hayotida Yangiariq tumanida qanday ijobiy o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi? Bu korxonamiz 2025-yilda tashkil qilingan bo'lib, bu korxonamiz hozirgi kunda paxtadan tayyor mahsulotgacha ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Birinchi navbatda paxtadan ipkalab olib, ipkalavadan jazlama mato ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelmoqda. Bu korxonamiz hozirgi kunda Rossiya davlatiga eksport qilib kelmoqda. Muntazam ravishda korxonamiz bilan muammo takliflari bo'yicha tuman hokimligi, savdo sanoat palatasi bilan birgalikda ishlar olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda bizning tuman prezidentimiz tomonidan 33 ta tuman shahar, yangi O'zbekiston qiyofasindagi tuman shaharlar ro'yxatiga kiritilgan. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan tumanimizga 100 milliard so'mgacha pul ajratilgan. Aynan shu tumanimizda ishlab chiqarish korxonalari, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha shu 100 milliard pulni tumanimizga sarflab, o'sha tumanimizni aholisini birinchi navbatda ishsizlik va kambag'allikdan chiqarish choralari ko'rilmoqda. Hozir tumanimizda 1614 ta oila qolgan kambag'allikdan chiqarish bo'yicha shu yilning oxirigacha tumanimizni kambag'allikdan xoli hududga aylantirmoqchimiz. Aynan faoliyat olib borayotgan korxonalar soni va yaratilayotgan ishchi o'rni ham mana shu kambag'allikni qisqartirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Mana shu yo'nalishdagi raqamlar tahlil qiladigan bo'lsak, Yangiariq tumanida natijalar qanday? Yangiariq tumanida 2000 ga yaqin korxonalar ish olib bormoqda. Asosiy Yangiariq tumanida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va qishloq xo'jaligi yo'nalishida korxonalar mavjud. Tuman hokimligi bilan birgalikda korxonalarni muntazam ravishda o'rganish, ularning muammo kamchiliklarini bartaraf qilish, ularga infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha choralarni olib bormoqdamiz. Birinchi navbatda ishlab chiqarish korxonalarini ko'paytirish maqsadimiz. Chunki ishlab chiqarish korxonalarini ko'paytirish asosida ularda ish o'rni yaratish. Xalqimizga ish o'rni yaratish orqali tuman aholisini muntazam ish bilan ta'minlash, muntazam daromadli qatlamga aylantirish tumanimiz aholisini. Davlatimiz rahbarining ham har bir nimaga hozir topshiriqlari shu bo'yicha bo'lib turibdi. Biz shu ustida ish olib borib, shu yilning yakuni bo'yicha kambag'allikdan xoli hududga aylantirishga erishamiz.
O'tgan yili Yangiariq tumanida 16 ta hududiy investitsiya loyihalar asosida 1180 ta ishchi o'rni yaratilgan. E'tiborli tomoni, joriy yilda ham bu yo'nalishda ishlar davom ettirilib, 30 ta investitsiya loyihalar asosida 1500 ta yangi ishchi o'rinlari yaratish rejalashtirilgan. Mazkur korxonada Germaniyada ishlab chiqarilgan dastgohlar asosida tandalash va ohorlash ishlari olib boriladi. Natijada yarim tayyor mahsulot tikuv bo'limiga yuboriladi. Shundan so'ng belgi texnologiyasi va zamonaviy uskunalar yordamida mato to'qish ishlari olib boriladi. Bugungi kunda korxonada 150 nafar ishchi o'rni yaratilgan. Yillik ishlab chiqarish quvvati 10-12 million paganometrga teng. Shundan eksportga yo'naltirilayotgan hajm 7 million paganometrni tashkil qiladi. Paxta yurtimiz qishloq xo'jaligining asosiy boyliklaridan biri. Bugun ushbu ne'matni yetishtirishdan tortib tayyor mahsulotga aylantirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar klaster tizimi asosida amalga oshirilmoqda. Ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan to'qimachilik sexlarida mahalliy paxta tolasidan sifatli xom mato ishlab chiqarilmoqda. Bu esa mahsulot raqobatbardoshliligini oshirib, ichki va tashqi bozorda talabni kuchaytirmoqda. Paxtadan xom mato ishlab chiqarayotgan klaster nafaqat iqtisodiy samara, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bu esa yurtimiz to'qimachilik sanoatini yangi bosqichga olib chiqishga muhim qadamdir.